Do'stlar, ko'pchilik aytadi, eshik ramkalarimni oynasini o'rtasi terilyapti. Shunga nima sabab deydi? Shu bo'yicha qisqacha aytib o'tay dedim. Masalan, profilimiz bu. 2 qavat oyna qilingan, mana. Keyin germetik qilingan, aylantirib hamma joyidan. Qachonki terlaydi. Buni ichida dorisi ham bor. Hozir bir o'zim bo'lgani uchun ko'tarib ovozini eshitira olmayman. Agar mana shu germetik bo'lgan joyda kichik bo'lsa ham teshik qolib, oynaning ichiga havo kiradigan bo'lsa, oynaning ichi terlaydi, bo'lmasa terlamaydi. Mana bunisi ham xuddi shunaqa qilingan. Biz nima qilamiz buni? Bir marta germetik qilamiz. Shpatellar bilan germetiklar surtamiz. Keyin buni masalan 4 ta 5 ta oynani bitta germetik qilamiz. Germetik qilganimizdan keyin oz-moz bizda teshik qolgan bo'lishi mumkin. Teshik qolgan taqdirda biz uni kesib olayotganimizda yana boshqa ko'rib tekshirib bitta qarab chiqamiz, yana germetik surtib qolgan joyini ham yopib chiqamiz. Agar mabodo mana shu biza qo'ygan oynalarimiz terlaydigan bo'lsa, biz 100% aytamiz, buni nima desa almashtirib beramiz, bunisiga garantiya beramiz deymiz. Xudo xolasa shu paytgacha deyarli unaqa holat bo'lgani yo'q. Mana bu oynalarimiz hammasi shunaqa bo'lib turibdi, germetik qilingan. Chiroyli, hech qanaqa teshigi yo'q, bulardan xudo xolasa umuman terlamaydi. Hammasi shunaqa qilingan. Shunaqa do'stlar, u oynani profilda terlash esa bu boshqa narsa. Alyumin profillar terlaydi, chunki metal u. Ichkarida issiqlik ko'p, namlik yuqori bo'lganda tashqaridagi sovuqlik birlashadi, oynaga to'qnashgan vaqtda boyagi namlik oynadan suv og'adi, terlashni boshlaydi. Shuning uchun 2 qavat oyna qo'ygan ma'qul ko'pincha. Eshiklar ramkalarni esa plastikdan yasatish maslahat beraman do'stlar. Shunaqa oynalarimiz. Bular tayyor bo'lgan o'zi. Chiroyligina qilib tayyorlab qo'yibmiz. Endi bir xil aytadi-da, oynamiz terlayapti deydi. Plastik qo'ydiruvga ham terlayapti deydi. U undan emas. Plastik qo'ydirilgan plastik ramkadan aybi yo'q. U ustani yaxshi yasalmaganligidan ayb bo'ladi do'stlar. Bizda hozir bilasizlar, assortiment ko'p. Qanaqa profil desangiz yasab beraveramiz. Qanaqa shaklda ovalniy bo'ladimi yoki arkali bo'ladimi, hech qanaqa muammo yo'q, yasab beraveramiz do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar. Agar kimdadir mana shunga, masalan, oynasi terlaydimi, plastik yaxshimi, alyumin yaxshimi yoki shunga o'xshash qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Men sizga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib, yordam berishga harakat qilaman.